narsani qaranglar. To'g'risi menimcha bu kimdir bittasi farzandli bo'lgan. Haligi 40 deydimi? Shunaqa narsaga ketyapti. Lekin bu jichchaligi nima emasmikin? Haligi isrofgarchilik emasmikin? To'g'risi men kecha bozorda ko'rib qoldim. 24 mingmi, 25 mingga tapchika tolashayotgan onani ko'rib qoldimda. Lekin uni mashinani o'zi kami 300 mingga olib borsa kerak unaqa qilib. Kami 300 mingga, endi ichkarisidagi ham bordir 5-6 million so'm. Hamma olingan, to'g'ri, lekin hamma narsadan baribir foydalanolmaydi-da. Kiyimlar mana o'zimda ham ikkita farzand bor. Bilmayman haligi nima desam, razmeri to'g'ri kelmaydi baribir. Bir pasda haligi yosh va tez o'sadi bola. Qator mana 20 ta 30 ta ko'ylak ilibdi bunga. Lekin haligi sharoiti jichchaligi yengilroq odamlar ko'rsa jichchaligi qalbi og'rib qoladimikin deyman-da.